Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali hamda davlat xizmatlari markazi orqali yo'lovchi va yuk tashish uchun litsenziya olish jarayoni yanada osonlashdi. Birgina 2024-yil yakuniga qadar 800 mingga yaqin litsenziyalar yagona portal orqali rasmiylashtirildi. Eng ko'p litsenziya olgan hududlar Toshkent shahar, Buxoro va Andijon viloyatlari bo'ldi. Eslatma o'rnida shuni aytib o'tish joizki, 2030-yil 1-yanvarga qadar elektromobil hamda gibrid avtomobillar yo'lovchi tashish xizmatlari ko'rsatish uchun litsenziya varaqalari bepul beriladigan bo'ldi. Litsenziya olish tartibi: yagona portal orqali so'rov yuborilganda so'rovnoma erkin tarzda to'ldiriladi. Davlat xizmatlariga esa shaxsan tashrif buyurgan holda ariza beriladi. Yagona portal orqali ariza shu joydan qo'ysin. Yagona portal orqali xizmatdan foydalanish tushunarli bo'lishi uchun shaxsiy kabinetda video qo'llanma ham mavjud.